أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hörmətli qarindoshlar, biz bugun Sura Al-Imronning 107-oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Allah subhanahu va taolo qiyomat kunidagi kishilarning ahvoli, dunyodagi ahvoliga qarab, bir bo'lak kishilarning yuzlari paqirab ketadi, oqarib ketadi, yana bir bo'lak kishilarning qardab ketadi deb, qardab ketadigan kishilarning qanday bo'lganligini, qaysi xil kishilar ekanligini so'zlab o'tgan edi. Bugungi darsimizda shuning yana bir tur, ya'ni chiroyi qiyomat kunida oqiradigan, yuzlari paqirab ketadigan kishilarning ahvoli haqida shunda deydi. Astag'izu billah. Va ammallazina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha xolidun. Ya'ni yuzlari oqirib ketadigan kishilar Allohning rahmatida bo'ladi. Bular bu rahmatda mangu qolib qoladi. Ayet nayt roşan iniq birodarlar, qarindoshlar. Tushunmagudek yeri yo'q. Ammo bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta oyatda. Biz qiyomat kunisi nijot topadigan, jannatga kiradigan, do'zaxdan qutuladigan kishilarning bayoniga nazar tashlaganimizda Qur'onda ba'zi oyatlar nima deydi? Ulaika ashabul jannah deydi. Yani ular jannatga kiradi. Mahbadlan qo'llanildi. Bugungi o'xshash oyatlarda Allohning rahmatida bo'ladi deb rahmat iborasi qo'llanildi. Ba'zi vaqtda jannat, ba'zi vaqtda rahmat ifodasi qo'llanildi. Masalan, Sura Niso'ning 175-oyatida "Fa ammallazina amanu billahi va atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu." Allah iman etgan, Allohga mustahkam esilganlarni o'zining rahmatiga kirgizdi dedi. Allohning rahmati nima? Allohning jannati nima? Bu ikki xil ifodaningki aynı ma'noni ifodalashi notayin, chunki Qur'oni Karimdagi har bir narsaning o'zgarishi, farqli kelishi cho'qim bir ma'no ifodalash uchun keladi. Biz buni bilsak yoki bilmasak-da bir ma'noga ega tabiiy. Chunki Alloh hakim zot her harfni hikmatsiz keltirmaydi. Unda o'g'anda Qur'oni Karimdagi mu'minlarga va'da qilingan bu jannat bilan bu rahmatningki nima farqi bor? Qaysi xil odamlar jannatga kiradi, qaysi xil odamlar rahmatga kiradi? Endi kishilar ibodat masalasida ikki xil bo'ladi qarindoshlar. Bir bo'lib kishilar Allohga ibodat qiladi, jannatni umid qilib. Allah subhanahu va taolo buning amali solihga asosan, buning amali qilgan amali solihlariga jannatni mukofot qilib beradi. Ammo yana bir bo'lak kishilar va Allohga ibodat qiladi. Nimishqa? Allah bo'lganlik uchun. Allah ibodatga loyiq bo'lganlik uchun. Kallasida uning neresi yo'q. Allah mening ilohim bo'lganlik uchun ibodat qiladi. Uning jannat yoki boshqa hukum kallasida rasmiy o'rinda yo'q. Ma kishilar Allah subhanahu va taoloninki rahmatiga erishadi. Allohning o'zi bilan qiyomat kunisi Allohni ko'rish ne'matiga muyassar bo'ladi. Unda bo'lsa rahmat bilan jannatning farqi nima? Jannat Alloh subhanahu va taolo yaratgan maxluq. Alloh qoldirgan muddatcha mangu davom qiladi jannat. Alloh qoldirgan muddat. Ammo rahmat degan nima desa, rahmat Allohning sifati. Bu Alloh qolgan muddatcha, Alloh mavjud bo'lgan muddatcha mavjud bo'ladi. Demak, mayada bir daraja yuqori holat ifodalanyapti. Yuqori holat. Yani bir adam ibadatni Allah uchun qilsa, boshqasini o'ylamasdan, Allohni deb qilsa, Alloh yo'lida har qanday ishni qilsa, Alloh uni o'zining rahmatiga qo'yadi. Endi ham o'ylan bilamiz, jannatda bizga turli nozu ne'matlar va'da qilindi. Masalan, Alliyun jannatning birisining ismi. Masalan, yemek içmek meselesinde cennetlarda biz yemek içmeki ehtiyojli qo'yganligi uchun emas, huzurlanish uchun bizga ne'mat qilib beriladi. Ya'ni bu yerdagi masala huzurlanish masalasi. Rahat ko'rish masalasi. Endi Allohning vajhini ko'rishdanmi ortiq huzur olmaydi. Bu noktadan cennetning
eng yuqori darajasi yoki jannat degan taqdirimizda qiyomatdagi mukofotning eng yuqori darajasi rahmat. Nimishqa? Chunki jannatda ne'mat bilan huzurlanamiz. Anlayın, cennetin nimetler huzurlanır. Allah'ın rahmetine girgen adam şu nimetinin sahibi bilen huzurlanırdı. Nimetten insan bekrak huzurlanırdı. Yani şu nimetini yaratkucu mun'im zatı bilen bekrak huzurlanırdı. Şu başka Kur'an-ı Kerim bu noktalarımı naiti inçki ifadelep bergen. Her göz birisini birisi aralashtirib qo'ymagan cennet deydi g'ayat. Cennet degan rahmat deydi g'ayada, nima degan rahmat degan. Andikin ayetning oxirisidagi hum fiha xolidun Allah subhanahu va taolaninki bizni qanday qilishi, xotirjam qilishi boshqa narsa emas. Ya'ni biz dunyodagi qillimiz bilan, dunyodagi zihniyat tafakkurimiz bilan har narsaning oxirisi va oxirlashidi deydigan bir tuyg'u bor bizda. Alloh bizni xotirjam qilib, qiyomatda jannatga kirsang, Allohning rahmatiga kirsang, mengu oxirlashmaydi degan bir şekilde bizni xotirjam qilyapti. Ondan keyingi 108-oyatda qarindoshlar, tilka ayatullohi natluha alayka bil haqq va mallohu yuridu zulman lil alamin. An aş yuqordagilar Allohning oyatlari bo'lib, biz ularni sana haqiqiy shaklda tilovat qilib beryapmiz. Alloh o'zining mahluqlariga, bütün mevcudotlarga zulm qilishni xohlamaydi. Hamda Allohning oyatları demek Allah'ın barlıq birligiga ve dünyadaki bizge öğretken biz yaşashga tegishli yol, prinsip, manhajlarga qarata Allah'ın hujjat pakitlari. Yani kıyamet günüsü chiroyi qordab ketgan kishi azob qiytidi. Chiroyi oqagan kishi rahmatga erishidi va rahmatda mangu qoladi. Buni bular yuqoridagilar Allah'ın biz sizga tilovat qilib turayotgan, haqiqiy tilovat qilib turayotgan oyatlar deganda ko'rsatayotgan shu oyatdan shular maqsad. Ya'ni aniq bizning kimligimiz, dunyodagi hayotimizning xarakterining qandayligi, bu yerda qilgan ahvolimiz qarta kelgusimizdagi oqibatimizning qanday bo'lganligi tafsiliy shaklda bayon qilib beryapti. Endi oyatda biz sizga haqiqiy ravishda qanaq qilyapmiz, tilovat qilib beryapmiz bil haq degan bir ifoda bor ya. Mushuni qargan vaqtida mayli Allohning oyatlari yoki boshqa nuqtalarda haqsiz bir shaklda o'rtaga chiqadigan birovlarning borligiga bir ishorat qilish kerak. Nimishqa? Chunki haqiqat har zaman birovlarni qanaqa qiladi? Rahatsız qiladi. Kimlarni rahatsız qiladi? Chunki o'rtalikda bo'layotgan haqsizlik, zulm va noto'g'ri ishlardan foydalanayotgan bir taraf bo'ladi. Men bir inchki bir nuqtaga diqqat qilinglar. Shu oyatlarni biz sizga haqiqiy ravishda tilovat qilib turamiz degani, masalani to'ngtay qilayotgan, masalani o'zaro kirishtirayotgan bir manfaat egalar bo'ladi. Chunki dunyoda insonlarda bo'lsin, qanday bir yerda bir zulm bo'lsa, yoki haq bilan botil aralashgan bo'lsa, mutlaqo bu ahvoldan foydalanayotgan birlar bo'ladi. Bika-bikaga hech kim haq yo'lni tashlab nohaqqa chiqmaydi. Bika-bikaga hech kim dunyoda birovlarga zulm qilmaydi. İlla ki ma'lum menfaat uchun erishayotgan ma'lum manfaatini qo'ldan bermaslik uchun ondan keyin haqsizlik o'rtaga chiqadi, haq nohaq aralashadi va zulm shu vaqtda shakllanadi. Birovlarga adovat qilishi, birovlarga hasad qilishining hammasi yani o'zi erishayotgan manfaatdan quruq qolmaslik uchun. Men bir ma'lum bir kasbdagi yoki ma'lum bir ishni qilayotgan bir inson. Men bilan o'xshash kasbdagi biriga hasad qilishim nima uchun? Shuning mening erishayotgan narsamni kamaytib o'tmasligi yoki men erishayotgan yuz obro'yimni tortib olmasligi, men o'tirayotgan maqomni elib olmasligi uchun an hasad boshlanadi, an haqda adovat boshlanadi. Ahvol bu qarindoshlar. Ya'ni xulosalasam, har qanday bir yerda haqsizlik bo'lsa, zulm bo'lsa, mutlaqo bu yerda shu zulm, shu haqsizlikdan manfaatlanayotgan birisi va unda bo'lmaganda hech kim haq yo'ldan haqsiz yo'lga, batil yo'lga yoki adolatdan zulmga chiqmaydi. Endi mayada biz sizga haqiqiy ravishda
tilovat qilib deyishning sababi chunki Allohning hech nimada va hech kimda oladigan manfaati yo'q. Bu Allohga mahol chunki hamma Allohga muhtojki, Allah hech kimga muhtoj emas. Bu nuqtadan esingizda bo'lsin, Allohninki yo'l qo'ygan har qanday bir prinsiplarda, bizga tushirgan har qanday oyatlarda asla zulm bo'lmaydi. Şu oyatning oxirisida shunga munosib bir shaklda va mallohu yuridu zulman lil alamin. Allohning asla zulm qiladigan irodasi yo'q. Alloh zulmni iroda qilmaydi. Allohning zulm qiladigan ish yo'q bu yerda. Dedik ya, bir haqsizlik o'rtaga chiqqan bo'lsa, bir zulm o'rtaga chiqqan bo'lsa, cho'qim mushu ahvoldan foydalanayotgan birlari bor. Shu boshqa o'rtaga chiqadi. Bir hasad o'rtaga chiqqan bo'lsa, bu yerda manfaatlanayotgan bir manfaat bor. Masalan, deyli, zulm degan nima degan nuqtaga kelsak, birovning erishishga tegishli haqqini bermaslikning o'zi zulm. Birovni jinoyatining ustunda jazolash zulm. Birovga bildirishga tegishli ehsonni, o loyiq ehsonni bildirmaslik zulm. Ya'ni har qanday bir narsani o'z o'rniga qo'ymaslik zulm. Nima uchun zulm yuz berdi? Chunki bir manfaat bor. Ham Allohning erishadigan hech manfaati yo'q. Alloh hech nimaga ehtiyojli emas. Davomli davatimiz butun dunyo ahli Allah ko'rsatgan yo'lda mangsa, Allohning sha'ni shavkati qilchilik ko'tarib qolmaydi. Butun dunyo ahli Allah ko'rsatgan yo'ldan chetnab chiqib Allohni inkor qilsa, Allohning sha'ni shavkati qilchilik tashlab qolmaydi. Bu nuqtadan Allohning hech kimda, hech yerda, hech ishda manfaat yo'q. Manfaat olmagandan keyin bu yerda nima bo'lmaydi? Zulm bo'lmaydi. Allohdan asla zulmning chiqishi asla va asla mumkin emas. Alloh subhanahu va taolo bundan pak. Allah o'zining bandalarining ustidagi qahhor zot, qahhor. Bir hadis qudusida shunday deydi Alloh subhanahu va taolo: "Ey bandalarim, men zulmni o'zimga harom qildim va oranglarga harom qildim zulm qilishmoqni." Ya'ni Alloh asla hech kimga zulm qilmaydi. Amaliyotda insonlar o'zaro bir-biriga zulm qiladi. Zulm qilgani asli kallasi ishlamaydigan nodon ahmoq. Nima uchun bunday deysiz? Nima uchun bunday deymiz? Chunki u mazlumni o'zidan kuchli bir holatga chiqib qo'ydi zulm qilish orqali. Ojizlashtirmaydi. Birov zulm qilgan vaqtda ko'ziga ko'rinib olgan oddiy bir manfaat bor aslida. Oddiy bir manfaat. Shu manfaatning keyniga kirib, shu havasining keyniga kirib birovlarga zulm qiladi, holbuki o'zining do'tligi, ahmoqligi bilan shu insonni o'zidan kuchaytib qo'ygani va o'zi asli erishmoqchi bo'lgan narsaning dal ta'tirisiga erishgani, aksiga erishganini o'zi bilmaydi. Masalan, balkim tushunmagan bo'lishi mumkin. Men bir misol olay, valillahil masalul a'la. Biz bir o'zimizning ijtimoiy turmushlarimizdan misol olaylik. Bir odamning bir necha balasi bor. Balalarning ichidan birisi yana bir balasini urdi. Yoki uning zulm soldi. Dadining qalbi shu hamallan urilgan, zulm qilingan balasiga darhallam echiladi. Bala o'zining o qarindishini o'zining kuchi bilan tasavvuriga tushirgani tirishgan bo'lsa, yoki o'zining uzguchlik bir kuchi bo'ldi bala degandan qancha kuch olmoqchi. Ammo u nima holatga keltirib qo'ydi desa, o'zining cho'ng bir dadasi va imkoniyati cho'ng o'ziga qaraganda dadasining marhamatini balasiga so'rab akab qo'ygan bo'ladi. Asli o'zi paslimakchi bo'lgan bala yoki o'zi ojizlashtirmoqchi bo'lgan balani o'zidan kuchli bo'lgan bir kuchning inoyati ko'ngil bilishiga erishtirib qo'ygan bo'ladi. Bu bir misol. Endi biz hammalar Allohning bandalari. Arabchadagi ayalulloh, ya'ni Allah hammalar Allohning bandalari. Allah subhanahu va taoloning nisbatan bandalar o'xshash banda bo'lgan nuqtadan. Birisi yana birisiga zulm qilsa, Allah subhanahu va taolo mushuni sukut qiladimi? Cho'qim Allah subhanahu va taolo mazlumga rahmat qiladi, mazlumga ko'ngil biladi, hamda zolim bir maxluq sifatida bilan uningga qanchalik zarar yetkazar, xoliq sifatida bilan uningga qanchalik ko'ngil bilar. Zolimning zarari cho'qim cheklik bo'ladi, ammo cheksiz qudratli Allohning marhamati uning haddi hisoblanmaydi. Demak, zolim
Asli aqlli bo'lib qolsa, bir odamga zulm qilib, uning martabasini ko'tarib qo'ymaydi. Zalim aqlli bo'lsa, ammo zolimning ahmoqligidan birovlarga zulm qiladi, uning martabasini ko'taradi, Allohning marhamatiga loyiq qilib qo'yadi uni. Yani qarg'ulachi bir harakat tufayli, bir zulm tufayli Allohning buyuk mukofotini anınğa akab qo'yadi. Endi shu inson asli aqrinishga zulm qilgan vaqtda naq ko'z oldidagi kichikgina bir manfaat, kichikgina bir ko'ngildagi ma'lum erishmoqchi bo'lgan bir narsa, oddiy. Buning uchun zulm qiladi, halbuki unutib qoldiki, o'zining Allohning dargohidan qo'g'lindiganligiga ve o'zi zulm qilman deb o'ylagan kishining Allohning marhamatiga erishadiganligiga. Çünkü Allah Teala bizga shunda va'da berdiki, la ta'khudhu sinatu va la nawm. Allohni hech qachon uyqu, mugdash tutmaydi degani, nimish qilsang qil. O'zingni erkin qo'yib yasha. Çünkü sening ustingda al-hayy, al-qayyum bo'lgan zot borki, har ishingni Alloh o'rinlashtiradi. Al-qayyum degani shu. Ve al-hayy ki her bir ishingni o Allah görüp durdu, bilip durdu. Kimning kimga zulm qilgani, kimning kimda haq qilgani, kimning igizlab, kimning pastligini hemen Allah subhanahu va taolo bitirib qo'ydi. Bu noktadan inson boshqalarga zulm qildi demak, mazlumning o'rnini ko'tardi degan gap. Mushu zulm asli shu insonning kichikgina bir manfaatini ko'zlab qilgan ishi asli. Endi oyatga qaytsak, Allah subhanahu wa ta'alaning hech kimdan va hech qanday ishdan va hech qanday yerdan erishadigan manfaat g'arz bo'lmag'achqa Allohdan aslo va aslo birlariga nim bo'lmaydi, zulm bo'lmaydi. Shuningdek Alloh har ishda haq bilan hukm qiladi. Oyatlarni bizga haq bilan tilovat qilib turadi, haq bilan tushiradi. Bizga yo'l boshlasa Alloh haq bilan boshlaydi. Ammo insonlar bir yerga boshlasimi ma'lum manfaat yusidan boshlaydi, bir narsa desimi manfaat yusidan boshlaydi. Shuningdek tanlash oldimizda. Hech manfaatga ko'zolmagan, foydasini asla uningga ta'sir qilmaydigan zot boshlagan yo'l, zot tushirgan oyat, zot tilovat qilayotgan bu manhajga ergishib borganmizmi yoki o'zimizning bilgincha yo'l tutumizmi? Ondan keyin 109 oyat keldik. Valillahi ma fis samawati va ma fil ard va ilallohi turja'ul umur. Yani mazmun jihatda favqulodda ilgirki oyatlarga munosib. Lekin osmon zimindagi barcha shaylar Allohga xosdir. Yani sening bu yo'lda mang'ining, bu yo'ldan chiqqaning, Allohga iymon etqining, Allohga inkor qilganing, Allohga ibodat qilganing, Allohga osi yo'g'ining, Allohga nisbatan hech narsa. Osmon zaminning hammasi Alloh taraf, Allohga xos. Ahirda ishlarning hammasi kim tarafga qaytariladi? Alloh tarafiga qaytariladi. Ana Alloh subhanahu va taolo butun mulkning maliki, Her ish Allohga oid ve her ish Alloh bilan bo'ladi. Her ish Allohning mulki ve her ish Allah tarafiga qana qiladi, qaytariladi. Endi biz mazmunni oddiy mazmun, tushunishlik demakchi, ya'ni oyatlarga yana takror bir nazar tashlaganimizda oyatlarning oxirgi qismi mana shaklda oxirlashgan bir ahvolni ko'ramiz Qur'oni Karimda. Hozirgi oyatga qarasak, turja'ul umur deb o'qidik buni. Ba'zi qiroatlarda tarji'ul umur deb keladi. Yana boshqa oyatlarda la ilallahi terci'un, la ilallahi turca'un. Arapçadaki terci'un, turca'un, yerci'un, yurca'un, terci'u, turca'u. Maşkil okulish şekli. Fakat birisi iniqalat. Birisi iniqsiz halat. Iniqsiz halat deganda, mesela bugünkü hozirgi oyatda turca'ul umur deb o'qisak, iniqsiz halat bo'ladi. Ishlar qaytiriladi. Mana şekilde tercüme qilinadi. Terci'ul umur bo'lib qolsa, qaytidu bo'lib qoladi. Endi bayatdan az ilgari darsimizda o'tdik, oyatlardagi har bir o'zgarish bekor emas. Bu yerda terci'ul umur desak, boshqacharoq ma'no chiqadi. Turja'ul umur desa, boshqacharoq ma'no chiqadi. Yarji'un, yurja'un, tarji'un, turja'un o'xshash, shunga o'xshash. Ya'ni qiyomatga Allohning oldiga boradigan ikki xil holat bor. Birida faqat bag'uz kelmaydi. Asla bağısı yok ve onun hisabatını asla katmagan, hesapma kılmagan manda kişiler Allah tarafıga mecburi söreştirilip, iştirilip ibberildi. Bula ibberildi.
qaytırılıdı degan iniqsiz cümle şekilde ifodalangan. Yana bir grup kishilar var. Kim o? Mu'minlar. Dunyodagi har ishni qilgan vaqtda qiyomatning hisobini birga qilgan. Har ishda qiyomatdagi oladigan mukofotini o'ylab turib qilgan. Bular Alloh tarafiga mengishga tashna. Bo'z dunyodan patroq ketsa, o'zining asli maqsadi bo'lgan shu jannatga, o'zining shu Robbiga burunroq uchratsa, bu ularning umidi. Bularga nisbatan tarji'ul umur yoki tarji'on shaklda qaytidi. Yani özde qaytish uqumini bularga nisbat berib turib, bularga bog'lab turib tushunsak to'g'ri bo'ldi. Masalan, sura Tur'dagi 13-oyatda mushu birinchi tur men bayatni tilga olgan kishilarning ahvoli tasvirlanib, bular yawma yud'una ila nar jahannama da'an jahannamga ishtirilib, so'rashtirilib ibrildu degan bir ifoda qo'llanilgan. Bularning ahvoli shu. Yani bir misol olsak, masalan, valillahil masalul a'la. Bir yak o'zimiz borsak, nayt erkin öz iradimiz bilan boramiz. Masalan, saqchi bir jinoyatchidan birini jazoga yolab etmanglatgan vaqtda, shu dukshlab etmangadi. Ya siqishtirib, so'rab etmangadi. Bu vaqtda odamning o'zining bag'isi yo'q, lekin boshqalar tarafidan so'rab degudek, ishtirilib degudek, dukshlab degudek berildi. Bu xil ifoda tushunsak bo'ldi oyatdagi la ilallohi turja'ul umur tarji'ul umur degan oyatdagi mushu uqumni mush shaklda tushunsak bo'ladi. Ya'ni ishlar Alloh tarafiga qaytidi. Buning bir shakli va ishlar Alloh tarafiga qaytiriladi. Buning yana bir shakli bor. Ondan boshqa ya'ni ishlar Alloh tarafiga qaytiriladi deganga biz izoh beradigan yana bir izohat. Allah subhanahu va taolo dunyoda insonga mana bir qonuniyat yaratgan, sabab natija qonuniyatini dunyoda yaratgan. Masalan, emgak qilsang natijasini olsa, tirishsang natijasini ko'rsa, yaxshi o'rgansang imtihonda yuqori numr olsa, bular hammasi sabab natija qonuniyati bilan dunyoda o'rinlashtirilgan prinsip. Inson bu nuqtadan ba'zi ishlarni o'zi qilgandek hissiyotga to'g'ri keladi. Mushuni asos qilib turib, la ilallohi turja'ul umur va ilallohi turja'ul umur desa, qiyomat kunisi unda qonuniyat tamoman yo'qoladi. O vaqtda dunyodagiga o'xshash tirishib bir narsaga erisha oladigan, yaxshi o'rganib imtihondan yuqori natija ola oladigan, masalan, dunyoda inson yaxshi tirishsa nurg'un pul topa oladi, masalan. Yaxshi tirishsa nurg'un olim bo'la oladi, cho'ng professor bo'la oladi, masalan. Yuqori mansablarni tuta oladi, tirishsa. Demak, o'zi ishlab ma'lum sabab qilsa, natijasini ko'radigan bir qonuniyat bor dunyoda. Oxiratda o ishlarning hammasi tugaydi ki va ilallohi turja'ul umur. Bütün ishlar Alloh qaytiriladi. O vaqtda hech kimning hech huquqi bo'lmaydi. Hech nima qilib, hech nimaga erishadigan ahvol tugaydi. Limanil mulkul yawm. U kunistiki bütün huquq, imtiyoz, mulk kimga oid? Lillahil vahidil qahhar. Faqat vahid, qahr bo'lgan Allohga oid. Shunga dunyodagi o'zimizcha manga mansub deb qarayotgan topgan dunyolarimiz, men tirishqanligim uchun erishdim deb qaragan bizdagi ilm, ma'lumotlar yoki men ashta tirishib ishlab erishdim bu nupuzga, bu huquqqa degan narsalarning hech qandig'ini biz saqlab u yerda ishlatmaymiz yoki u yerga opirib u yerda davomlashtira olmaymiz. Chunki u dunyoning qonuniyati qiyomatda la ilalloh va ilallohi turja'ul umur. Ishlarning hammasi xolis Allohga tava bo'ladi. Hech kim hech qanday qilib bir sabab qilib natijaga erishadigan ish qilmaydi. Undan keyin keldik qarindoshlar 110-oyatda kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Oyatni avval qisqacha bir tarjima qilsak, sizlar eng yaxshi bir ummat, eng yaxshi bir millat oldinglar. Islom millati, islom ummati kishilarga avatilgan, kishilarning o'tirib chiqarilgan. Sizlarning alohidliklaringiz shuki, yaxshilikqa buyursizlar, yomonlikdan to'sizlar, Allohga iymon aytsizlar. Agar ahli kitob iymon aytgan bo'lsa, bu bular uchun yaxshi bo'ladi. Ahli kitobning uchun iymon aytqanlarmi bor, ammo ko'pinchisi fosiq, ya'ni yo'ldan chiqqan demakchi. Endi bu yaxshilikning sizlar eng yaxshi ummat degandan keyin o'zi faxrlanib
patmay qalsa olmaydi. Buning bir jarayoni bor. Unda sizlar yaxshi deganlik Alloh hammadan yaxshi bo'lib kirdigan ish yo'q. Agar shu jarayonlarni biz o'tsak, shu hozirlashga tegishli shartlarni hozirlasak biz yaxshi. Bo'lmasa biz yaxshi olmaymiz-da. Bu talab jarayon nima desa, yaxshi bo'lishdan keyin bir talab va yaxshi bo'lish jarayoni yaxshilikqa buyurish va yomonlikdan qanday qilish to'sish va Allohga iymon etish. Mana nayt muhim uch nuqta bor. Birisi yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan qanday qilish to'sish va Allohga iymon etish. Bir-birlab kelamiz qarindoshlar buningga. Endi yaxshilik deb tarjima qilyapman men sizlarning tushunishingiz uchun. Yomonlik deb tarjima qilyapman. Ya'ni ma'ruf yaxshilik, munkar yomonlik deb tarjima qildim. Ya'ni biz buni texmo aniq tushunish uchun biroz so'zning asli ko'tikiga ketishimiz kerak. Asli arab tilidagi ma'ruf degan nima desa, hamma odam u ishni ko'rsa uningdan qochmaydigan, yirganmaydigan, yomon ko'rmaydigan, ya'ni hamma odam bu ishga nisbatan ijobiy baho beradigan ishlar bu ma'ruf bo'ladi. Ya'ni bu doirani agar shunda bir kengayish to'g'ri kelib qolsa, ya'ni inson xalqning oldida, boshqalarning oldida buni qilishdan aslo va aslo tortinib qolmaydigan. Aksicha, buni qilgan odam boshqalarning oldida faxrlanadigan har qanday ish ma'ruf bo'ladi. Endi munkarchi endi munkarning asli so'z ma'nosi boshqalar uni bilmaydigan, uni inkor qiladigan, uningdan qochadigan, xijluldigan bu xil shakldagi ishlarning hammasi nima bo'ladi? Munkar bo'ladi. Ya'ni bu yerdan bizga bir narsa ishorat qiladi-ki, yaxshilik degan nima desa boshqalarning hammasi qanday qiladigan? Uningga yaxshi ko'z bilan qaraydigan. Hatto o'zi ozg'anda, birodar o'zi ozg'an taqdirdimi, xatolashayotgan taqdirdimi, uningga yaxshi baho beradigan ish yaxshilik bo'ladi. Am yomonlikchi boshqalar tarafidan söküladigan, ayıplanadigan. Hatto bir odam o'zi xatolashayotgan bo'lsa-mu, u ishning xatoligini e'tirof qiladigan va u ishdan qochadigan ishlar ma'ruf bo'ladi, nima munkar bo'ladi. Masalan, deyli bir o'g'rilik qilish desak, bir misol olay. Bir o'g'ri o'zi o'g'rilik qiladi, xalqning mol-mulkini bulang-talang qiladi. Ammo shu o'zining o'g'riligining o'tirib chiqib qilishni aslo va aslo xohlamaydi. Agar bir so'rinda o'tirib qolsa, balkim o'g'rining o'zi o'g'rilikni hammadan bakroq qanday qilishi mumkin, ayblab, so'kishi mumkin. Chunki garchi o'zi qilgan taqdirdami, hammadan yomon ko'radigan ish. Hatto bir kayfi odam, o'zining kayfi bo'lsa-mu, o'zi shu kayfning keyniga kirib ba'zi aysi ishlardan shug'ullansimi, lekin bolasining asla unda bo'lib qolmasligini xohlaydi. Bu nima uchun degan vaqtda? Chunki shu odam qilayotgan taqdirdami, o'zining qilayotgan ishining yomonligini e'tirof qilib turib qiladi. Shu mashqa. Qarindoshlar, yaxshi yomonlik masalasi nihoyat aniq masala. İnsanning tabiatida, vujudida yaxshi yomonlikning o'lchami nihoyat aniq. Hatto buni o'lcham to'g'izmagan taqdirda nimaning yaxshilik, nimaning yomonligini sap inson tabiati bilan qanday qilib bo'ladi, tunib yetkili bo'ladi. Endi oyatda yaxshilikni buyurib, yomonlikni to'sidi deb bo'lgandan keyin Allohga iymon aytdi deb bir ifoda keltirilgan. Ya'ni iymon masalasi yaxshilik, yomonlikdan keyin keltirilgan. Nima uchun endi? Chunki masalan deyli, ba'zi insonlar bor dunyoda, o'zi yaxshi. Boshqalarni yaxshilik buyuruydi. Boshqalarni yomonlikdan to'sadi. Atrofidagi kishilarga haddi hisobsiz yaxshilik qiladi. Nurg'un kashfiyotlarni ijod qiladi. Insonlarning ishini qulayliqlashtiradi. Ish qilib digil tursak, buning qilgan yaxshiligi favqulodda ko'p endi. Ammo bu ishlarning hammani insonlik nuqtasidan qiladi. Allohga iymon aytgan nuqtadan emas. Yani bu adamning bu ishni qilishdiki, bu adam turtib qo'ygan narsa, ya bu adamning insonligi, ya bu adamning shu ish qilishdan erishmoqchi bo'lgan bir narsalari bor. Ya nom obro'y, yoki u orqali boshqa bir yo'llarini etish orqali pul, mol, mulk yoki huquq, u bu degandek. Ammo bu odam mu'min emas. Men mu'min emas odamning gapini qilyapman. Bu xil odamlar xayru ummat, ya'ni yaxshi ummatning
uxrijat lin-nas kuntum khayra ummatin uxrijat lin-nas deki yaxshi ummatning tahtiga kiramdi, tabiiy kirmaydi. Buning qilayotgan ishlarining hech qaysisi Allohning oldida e'tirof qilinmaydi. Balkim bu gapni qilsam, ba'zi qarindoshlarimiz ig'ir kelishi mumkin. Ey, bir odam hayotida yaxshilik qilsa, bir Allohni e'tirof qilmaganligi, Allohga inkor qilganligi uchun bu odamning hayotda qilgan yaxshiligi, tog'dek yaxshiliklari qiyomatda o'tmamdi deyish mumkin. Men bir narsani deyman, bu Allohning adolatining ifodasi. Bu adillik, bu adolat bu. Qanday adolat bu? Adolat shuki, kim nim maqsadda, qanday niyat bilan bir ishni qilsa, o'zi istagan narsaga erishish, bu adolat bu. Birov pul tepish uchun nurg'un ishlarni qilibdi, pulga erishdi. Birov boshqalarning nom obro'y oldida nom obro'yga erishish uchun shunda yuqori buyuk ishlarni qilibdi, yaxshiliklarni qilibdi, nom obro'yga erishdi. Birov huquq uchun, nupuz uchun shunda yaxshiliklarni qilgan bo'lsa, huquqqa, nupuzga erishdi. Buni adolat. O chunki ishini qilgan vaqtda nimani maqsad qilgan bo'lsa, Alloh uni shunga erishtirdi. Mana bu adolat. Endi ishni qildigan vaqtda asla kallasida Alloh yo'q. Jannat degan hukm yo'q va o jannatni ko'zlamaklik, Allohning roziligi degandek ishni ko'zlamaklik. Endi bu odamga ekilib, bir o'ylamagan, ko'zlamagan, nishon qilmagan, istamagan mukofotdan bini berish adolat emas-ki bu. Kim nimani istasa, shuning erishidi. Boshqalar olimkan desin deb olim bo'lgan odamni shaq olimkan deydi, erishgan bo'ldi. Ammo qiyomat kuni erishadigan mukofot yo'q, chunki u qiyomatni o'ylamagan. Boshqalar bu odam qattiq sixiy, mak odamkan desin deb hisoblarini yaxshi yo'lga haydagan bo'lsa, haq deydi, tugidi buning ishi. Chunki u iroda qilgan, maqsad qilgan mukofotni ep bo'ldi. Şu arqılıq bir nupuzga erishmoqchi bo'lgan odam shu nupuzga erishib bo'ldi. Uningga qiyomat kunisi o'zi istamagan, iroda qilmagan, niyat qilmagan narsa berilmaydi. Shunga payg'ambar alayhisolatu vasallam qiyomat kunisi hukm qilinadigan tunji kishi shahid bo'lgan odam. Buningga ne'matlarning hammasi tunishtirilib, asamashta shahid bo'lib ekansa, nim deb shahid bo'lgandim desa, men shu urushib Alloh yo'lida shahid bo'ldim. Bunun deyildi ki, yalqa aytding. Sen batur, qahramon desin deb shahid bo'lgandan, uni deyilib bo'ldi. Hadisning o'zida inib ba, qadqil deyilib bo'ldi. Sen mukofotini olib bo'lding, ko'zga narsaga erishib bo'lding. Do'zaxga. Ikkinchisi, ilm o'rgangan, Qur'on o'rgangan, Qur'on o'rgatgan kishi keltirilib, yuqoridagidek savol so'roq bo'ladi. Bu shu men Alloh uchun qilgandim deydi qiyomatdagi ahvolda, ammo yalqa aytding, sening maqsading faloni olim, qorimkan desin deb qilgandim. Deyilib bo'ldi. Sen mukofotini olib bo'lding. Do'zaxga so'riladi. Üçüncüsü, o'xshash bir şekilde mal-mulk berilgan va buni yaxshilik yo'lida sarf qilgan odam keltiriladi. Bu odamni sarf qilgan vaqtda boshqa maqsadda sarf qilgan. Bu odamdan so'riladi. Shu bu odamning oxirgi natijasimi ilgirki ishga odamga o'xshashiladi. Chunki bular ishni qilgan vaqtda niyat, maqsad, ko'zlagan nishon boshqa, tam o'zining nishoniga erishadi. Mana bu adolat. Şuna her qanday bir ishni qilgan vaqtimizda Allohni ko'zlasak, Allohga erishimiz. Dunyoni ko'zlasak, dunyoga erishimiz. Huquq, manfaatni ko'zlasak, huquq, manfaatga erishimiz qarindoshlar. Mana bu Allohning adolati. Mana bu nuqta bugungi darsimizda yaxshi ummatning sifatida ifodalandi. Yaxshi ummatning sifati yaxshilikqa buyuruydi, yomonlikdan tuzib deb Allohga iymon etdi deydi. Sening qilayotgan har qanday ishingning orqasida Alloh qo'ygan iymon bo'lmasa, diqqat, Alloh qo'ygan iymon bo'lmasa, qilayotgan ishlaringdan Allohni iroda qilgan bir irodang istiqing bo'lmasa, ixlosing bo'lmasa, u ishing Allohning qash qilganda o'tmaydi. Balkim sen ko'zlagan nishoningga yetishing mumkin. Erishmoqchi bo'lgan mol dunyoga erishishing mumkin. Erishmoqchi bo'lgan nupuzga erishishing mumkin. Erishmoqchi bo'lgan nom obro'yga erishishing mumkin. Ammo sen ko'zlamagan bo'lg'achqa Allohning rizoligiga, Allohning jannatiga, Allohning rahmatiga asla va asla erishamaysan. Sura Fussilatda mu'minninki oxiratda natijaga erishadigan mu'minning ahvoli bayon qilindi 33-oyatda. "Va man ahsanu qawlan mimman da'a ilalloh va amila salihan va qala innani minal muslimin." Qabul qilingan amal manda bo'ladi. Eng go'zal musulmon manda bo'ladi. Ya'ni
Allohga chaqirgan, yaxshi ish qilgan va men musulmonlarning qatoridan degan. Ya'ni bir odam bir har qanday bir ishni qilishda nimani ko'zlagan bo'lsa, shuni bo'ladi. Shuningga asosan yaxshi ummatning sifatlaridan birisi u qilgan yaxshiligi va buyurgan yaxshiligi. O'zi yongan yomonlik va boshqalarning buyurgan yomonligining hammasininki tub asosiy prinsipi Allohga iymon aytish shaklida bo'lsa, bu xayr ummatin bo'ladi. Agar unda bo'lmay qolib qolsa, u xayr ummatin bo'lmay qoladi. Andikan oyatning oxirisida "Vallau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minun va aktharuhumul fasiqun." Ahli kitob agar haqiqiy iymon etgan bo'lsa, bular yaxshi bo'ladi. Ammo ularning mu'minmi bor, ko'pincha fasiq. Mush fasiq degan nima gap bu? Fasiq har qanday bir aqidadagi kishi o'z aqidasining talabidan chiqqanda fasiq bo'ladi. Agar ahli kitob iymon etgan bo'lsa, xuddi burun bularning qanday nufuz olgan bo'lsa, hozir shunda bo'ladi. Alloh qo'ygan iymon asosida. Ammo dinni tijorat qila olmaydi. Din tijorat degani din nomidan nufuz, saltanat, mol, mulk, nom, shuhratga erishish uchun dinni suiiste'mol qilishga aslo bo'lmaydi. Agar ahli kitob iymon etgan bo'lsa, ikki qatim ajrga erishadi. Dunyoda ajrga erishadi va oxiratda ajrga erishadi. Yoki ularning o'zining payg'ambariga erishganning bir ajriga erishadi va eng oxirgi payg'ambar bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam iymon etganning ajriga erishadi. Lekin ular iymon etmadi. Tabiiy emas. Ba'zi iymon etdi. Shunga Alloh subhanahu va taolo intayin insofli bir shaklda, adolat bilan hammasi bir qana davatmadi. Nima dedi? Minhumul mu'minun. Ularning iymon etadiganlar ammo ko'pinchisi fosiqlar. Fasiq degani bularning ahli kitobligi muros emas. O'zini Yahudi deydi bular, o'zini Xristian deydi bular, lekin bularning Yahudiligi muros emas, Xristianligi muros emas, chunki bular fasiq. Chunki agar bular haqiqiy Xristian bo'lsa, haqiqiy Yahud bo'lsa, Tavratni o'qisin. Injilni o'qisin va Tavrat Injilda kelgan ta'limotlarni haqiqiy uyg'unlasin. Masala birdan bilan tuziladi. Chunki biz davomli deb kelyapmiz. Mayli Qur'on, Tavrat, Injil Allohning nazarida, Allohning qashida haqiqiy tushgan Tavrat, Injillar o'xshash. Chunki musaddiqul lima ma'ahum. Qur'on ashulning kitoblarining hammani tasdiqlaydi. Prinsip jihatda o'xshash. O Xristian dini, o Yahudi dini, o Islom dinining asli prinsiplari tamoman o'xshash. Bular agar haqiqiy Xristian, haqiqiy Yahudi bo'lib qolsa, o'zining kitoblarida ko'rgan bishoratlarga va o'zi tushungan diniy mazmunlarga ko'ra payg'ambar Islomga iymon etadi, Qur'onga iymon etadi. Nimishqa? Chunki bular o'zining kufr holida, ya'ni ahli kitob holida bu fasiq bular. Haqiqiy ahli kitob emas bular. Ya'ni o'zining yahudiyligida haqiqiy emas, o'zining xristianligida haqiqiy emas, demak bu fasiq deyiladi. Bugun vaqt munosabati bilan mushayat to'xtaymiz. Darsning davomini inshaalloh kelasi soatlik darsimizda davom qilamiz. Kelasi soat ko'rishguncha hammanglarni Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.